1587-yilda inglizlar Shimoliy Amerikadagi Roanoke orolida yangi koloniya tashkil etishdi. Koloniyaga 100 dan ortiq erkak, ayol va bolalar joylashtirildi. Ammo koloniya rahbari John White Angliyaga oziq-ovqat va yordam olib kelish uchun qaytishga majbur bo'ldi. 3 yil o'tib u nihoyat Roanoke'ga qaytdi. Ammo u yerda hech kim yo'q edi. Uylar bor edi, ayrim narsalar joyida qolgan, ammo koloniyaning barcha aholisi, erkaklar, ayollar va bolalar g'oyib bo'lgan. Eng g'alati jihati esa daraxtga o'yib yozilgan bitta so'z edi: Croatoan. Bu yaqin atrofdagi hudud va mahalliy xalq nomi edi. John White odamlar boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin deb taxmin qildi, ammo ularni qayerdan topish mumkinligi haqida hech qanday aniq dalil qolmagan. Urush, ochlik yoki mahalliy aholi bilan birlashish kabi turli nazariyalar mavjud. Ammo Roanoke koloniyasining barcha aholisi bilan aynan nima sodir bo'lgani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda.